Bismillah. Xo'p, assalomu alaykum. Avvalambor bu videoni olyapman YouTube'ga joylashtirish uchun. Soati, daqiqasi qancha bo'ladi, hali nimalar gapiraman, nima qilaman, narsalar haqida o'ylab ko'rmadim. Shunayligicha YouTube'ga qo'ymoqchiman bu videoni. Hech qanaqa montaj qilmasdan, o'zgartirish qilmasdan. Chunki o'sha kanalimni ochgandan beri yuritayotgan bo'lsam, ma'lum odamlar borda kuzatyapti, ko'ryapti, lekin podpiska bo'ladi kimdir, masalan, podpiskalarimiz soni 100 dan oshdi. Bu uchun rahmat. Kim ko'rsa videoni iltimos kommentariy yozib ketinglar. Nima haqida kontent qilay, nima haqida til o'rganish. Xullas, nima deyotgandik? Kontentlar nima haqida tayyorlashimni maslahat beringlar, iltimos sizlardan. Avvalo obuna bo'lib qo'yinglar. Asosan menimcha til o'rganish haqida arab tilimi, koreys tilimi yoki ingliz tilimi degan savol bor. Qaysi biridan birinchi boshlay va qanaqa kontentlar qilish haqida maslahatlaringiz kerak. Bu mana o'sha meni kim kuzatsa agar iltimos kommentariy bitta bo'lsa ham yozib ketinglar. O'sha YouTube'dan blog ochib yuritishga qaror qildim, lekin ko'p paytdan beri ikkilanyapman. Ana shu ikkilanishlarimni yo'qotish uchun menga sizlarni fikrlaringiz muhim. Xo'p, YouTuber bo'lmoqchiman. Bu borada video montaj qilishni ham o'rganishim kerak. Agar kimni qanaqadir taklifi bo'ladigan bo'lsa ham bemalol yozinglar, men bilan bog'lanishlaringiz mumkin. O'zim sizlarga o'sha nomer qoldiraman yoki qanaqa o'sha qaysi tilni o'rganish bo'yicha, qanaqa kontentlar qilish bo'yicha yoki meni kimdir bu yerda blogger odam ko'rayotgan bo'lishi mumkin, ya'ni videolarni montaj qilib biladigan odam ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Sizlar ham bilan ham birga ishlashimiz mumkin, chunki men video montajga yo'g'roqman. Hali endi onlayn qayerdandir nimadirlar o'rganyapman. Xo'p, o'zi bu videoda nimalar haqida gapiraman, qanday qilaman deb uncha o'ylamadim. Ya'ni fikrlarimni yozib chiqmadim. Buni gapiraman demadim. Avvalo bu murojaat video. Shu kanalim haqida sizlarni fikrlaringizni bilmoqchi bo'ldim birinchi. Va shunga qarab men kontentlar bilan boyitib boraman. YouTube'da o'zimni o'rnimni topmoqchiman. Xullas, Xudoyim o'z yo'limizni ochsin. Avvalo o'quvchilar, dars o'tish, ta'lim, education shu sohada ish boshlayapman. Xudo o'z yo'limizni ochsin. Kim meni eshitib turgan bo'lsa, menga o'z maslahatlaringizni beringlar. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.